Akalar Dubayda maza qilib aylanib yursam, ajoyib qurilishga mo ko'zim tushib qoldi. Bingatti desa hamma bilar ekan Dubayda eng tez sifatli patkulch qilib uylarda, xonadonlarda shuni bekamni ko'z topshirib beradi. Shunday kelib maza qilib yashasanglar bo'ladi. Eng qizig'i meni patkulchilarim uy olib yashasa bo'laram desam, "Yo'q aka, behijolat" deydi. To'g'risi o'zim yakka vidir-vidir qilganimdan ish bo'lmaydi. Aynan shu akalarni o'zini oldiga keldim. O'zlari senga ta'sir etib beradi. Haqiqatda sifatli gap yo'q. Bitta ko'rib ber, ichganni o'zi yashayveradigan qilib qo'ydi. Bo'lmasa men pavilyonda turibman, ketdik. Xo'p, o'zim patkulchilarim, mana shu akalar, ishoninglar, allash degan narsa yo'q. Dubay kelib qolsanglar, bemalol murojaat qilasizlar, allanib qolmaydigan uylarni qilib beradi. O'z ko'zim bilan ko'rdim, juda katta obyektlar sotgan ekan. Aka, men bitta prosta savolim bor. Misol uchun sizdan keldi, ha? 2 xonali, 3 xonali yoki 1 xonali uy oldi. Boshlang'ich to'lovlar qanchada bo'ladi? Xo'p, boshlang'ich to'lovlar atiga 10% dan boshlang'ich to'lov bo'ladi. Ya'ni 10% ni yana 1 oyda boshlang'ich to'lov qiladi. Undan keyin kvartalni bo'lib to'lasa bo'laveradi. Bo'lib turasa Mana hamkorimiz bu yerda Bingat qurilish kompaniyasidan yana ham batafsil ma'lumotni beradi Jamshid. Bo'ldi, mana hozir sizga savolim bor, savolim berdim akamga. Qarang aka, patkulchliga to'g'rimi? Ya'ni qanchada beradi? Misol uchun mana 10 kundan keyin oldi uyda, to'g'rimi? Siz to'lov qildi, qanchada bu bitib topshiriladi odamning egasiga? 1,5 yilda. Eng uzog'i 2 yilda qurib beramiz. Misol uchun 20 etajli proyektni 1 yilga qolmaydi. 30-40 etajlini 1,5 yil. Agar 60 etajdan baland bo'lsa 2 yil. 2 yil, ha? Misol uchun hozirgi qurilayotgan uylar, ha, misol uchun nima yana odamlarga foydali taraflari bor? Odamlarga foydali taraflari birinchi o'rinda Bingatti bu dunyo bo'ylab mashhur bo'lib ketayotgan brend sifatidagi qurilish kompaniyaning mahsuloti, ha. Ikkinchidan sifatimiz juda ham zo'r, narxlarimiz juda raqobatbardosh, tezligimiz uzog'i 2 yilda qurib bitkazamiz. Qolgan застройщикlar 3,5 yil, 4 yilda quradi, lekin bizda hamma yo'q o'zimiz ichimizda qurilish materiallari ham, ustalari yo'q, materiallari yo'q, hamma narsa o'zimiz ichimizdaligi uchun biz tez quramiz 2 yilda. Endi bitta maslahat, yana bitta prosta maslahat. Sizlarda mana kompaniyasilar, to'g'rimi? Birgalikda ishlaysizlar. Tayyor patkulch uylar ham hozir bormi deydigan bo'lsa topib bera olasizlarmi? Albatta. Tayyor xonadonlar ham bor. Arendaga desa arendaga ham topamiz. Arendaga ham topib berasiz. Kelajakda uyimni olib arendaga qo'yib ber desa, u xizmatlarimiz ham bor. Ha, yaxshi. Temboli adashmasam bank orqali, ya'ni hujjatlar ham, notarius shunaqa narsalar ham bor. Ha, Dubayda o'zi 24% to'lagandan keyin avtomatik kadastr qog'oz qo'liga topshiriladi. Bo'ldi, tushunarli. Mana olib qo'ying, keyin ertaga to'xtatiblar yo'q ekan. Bunaqa narsa yo'q. Hamma narsa qonuniy. Ko'rib turibsizlar, mana hamma sharoitni bildinglar. Men prosta nimaga buni reklama qilyapman? Dubaydan uy olmoqchi bo'lganlar, juda ko'p uy purishlar bo'lib ketgan. Ya'ni biz tilda uy purish deyiladi. Shunga ishonarligini mana ikkita odam turibdi. Bemalol nomerlarni yozamiz, aloqaga chiqinglar. Sizlar ham Dubayda yashasanglar xursand bo'lamiz. Kelajakda qo'shni bo'lib qolamiz. Sog' bo'la, salomat bo'ling. Akamizni podpischilariga spetsalni skidkalarimiz bor. Ha, ana ko'ryapsizlar, skidka ham qilib beradi, zo'r sharoitlar qilib beradi. Bemalol kelib yashab bersanglar bo'ldi. Yaxshi niyat qilib, hamma niyatiga erishadi. Xudo xolisa. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.